kamida o'sha million so'mlik so'jolon borda. Ham $400 so'jolon bilan boshlaganman. $400 so'jolon olib kelib boshlaganman. $400dan bultur barliq biznesni qilib ko'rdim. Buqa boqdingiz? Buqani ham boqdik, qo'yni ham boqdik, echkini ham boqdik. Magazin ham endi aytib nimaki biznes bo'lsa qilib ko'rdik. Hali bunaqa bu biznes yo'q. Jilqi ham bor, hozir ham nima qilamiz? Bunaqa biznes, короче, yo'q ekanda, qarang. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, Universal bozori YouTube kanalımızdan kattалуучулары. Жана ошондой эле биздин багбандар, жана ошондой дыйкандар. Биз бүгүн Ош областына караштуу Араван районунда жайгашкан Төмөйүн айылына келдик тугандар. Төмөйүн айыл өкмөтүнө караштуу Сырт айылына. Ушул жерде Рахматилла аттуу акебиз ушул менимче көп жылдан бери сөл жылан жана ошондой эле биогымыз менен алектенет экен. Ушул биогымыз сөл жылан тууралуу Рахматилла аканын өзүнөн жакшы бир эки ооз суроолорду берип, сиздерге толугураак маалымат алып берсек. Мен Рахматилла аканын алдына келдим. Ассаламу алейкум, Рахматилла ака. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Биринчиден иштериңизге ийгилик. Курманга береке. Сөл жыланды кармайт экенсиз да ушул жерде? So'jolonni qarmaymiz. Бул сөл жыланды канча жылдан бери ушул иш менен алексиз? 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жыл болду. Анда сөл жыландарды мындай жакындан көрсөтүп, булашуулар тууралуу сизге маалымат бере берсеңиз. So'jolon Айта бериңиз. hozir shu yerda bag'amiz endi so'jolonni. Сөл жыланды ушул жерде кармайсыз. Shu yerlarda mana bitta 2-3 ta biyo reaktorimiz bor. Mana Açıp көрсөтөбү? ochib ko'rsatadi. Açıp көрсөтүп, толугураак элдерге. Жакында. Мынакей. Mana shu Сөл жыландарын экен тугандар. Көрдүңүздөрбү? tep ko'rsat. Мына көрүнүп турат, өтө жакшы көрүнүп. Дагы бир көрсөтүңүз ачып. Өтө багыпсыз, Көп экен, Көп Өтө biz көп экен. Эми бул сөл жыланды кандай кылып пайдаланса болот? so'jolon Бизде эми көп дыйкандар балким буну кантип пайдаланышын жолун билбесе керек. Ошол тууралуу бар түшүндүрүп айтып бериңиз. so'jolon nima qiladi? Основной molni qiminan molni tezagi go'ngini jeydi. Go'ngini jeydi, go'ngini свежий go'ng bo'lsa, uni 2-3 oy nimasini ketkizib, juvib 2-3 oy nima qilish kerak. Eski go'ng bo'la turgan bo'lsa, 3 joli juvib turib, shunday nestalarni qilib turib ele qo'yib turib, so'jolonni tashlab jedirsa bo'laveradi-da. Liboy go'ngni jeydi. Liboy go'ngni jeydi. Nima liboy chiqindilarni jeydi, korobka jeydi. Nimaki bo'lsa jeydi, tosh jeydi, temir jeydi. Nimani jeydi? Kilankani jeydi, baklashga jeydi. Boshqa liboy narsani jeydi. Mana jolburoq, polburoqlarni ham tashlasa bo'laveradi. Daraxtdan tushgan pariklarında jeydi ekan-da. Jeydi. Barlig'ini jeydi. O'shanday so'jolon. Bunun nemi пайдасын айтыңчы, кандай нерселерге? Мисалы, эмненин астына салса болот? Liboy жерден көгөрүп чыкканки, бок тарактары, дарбуз, когун, макка, бедер liboyga salsa bo'laveradi. Jashiga qarab salsa bo'laveradi nimalarni, ko'chatlarni. Nima? Ошондо бул сөл жыланы менен көңдү алып барып, ушул ойдон эле ташкалабызбы? Go'ng ola turganlar bo'lsa, biz endi mana shu shundan ham ko'p massa joydan 200 dan sotiladi-da. 200 dan. So'jolon sotilayotganda 200 dan kilogrammi 200 so'mdan sotiladi. Sөл жыланын өзүн терip. Yo'q. Mana shu nimasi bilan. Go'ngi bilan zit joyini sotiladi. Buni so'jolonni sotayotganda o'shanday qilib sotamiz. Bundan jeb chiqarilgan biogumuz siz aytgan haligi bog' daraxtlarga sola turgan bu yoqda bu nimasi. Biogumuz. Bu biogumusi bu yoqda. Mana aparat bo'ladi. Aparat. Mantip
kapka salıp berip qopga solib beriladi bunday qilib. Shu birinchi sort. Bunadaki parnikada taşısa da yaxshi. Parnika, teplisalarga bo'ladi, nimalarga kulok solganga ham bo'ladi. Liboy nimaga gul ekkanlarga в общем konkretniy bo'ladi. Gulga eng yaxshi. Gulga. O'ta shart. Gulga rosa yaxshi. Bu ушунда биогimiz qanday bo'lib bog'lanadi? Buni senasi 20 so'mdan kilogrammi. 1 kilogramı 1 kilogrammi 20 so'mdan sotiladi. 50 kilogramdan jo'g'ori chiqadi. Ozmaz 50 kilo, 55 kilo chiqib qoladi. Birargisi 45 dan o'dasi 50 kilogram tegragida bo'ladi. Ошондо 1 kilogramı 20 so'mdan. 20 so'mdan. 20 so'mdan. Bu o'zi tabiiy toza nimada, organik nima, hali ximikati yo'q. Buni qo'rqmay ishlatsa bo'la turgan narsa. Bunda jetilgan hali meva chemalarda ham nima qilsa bo'laveradi-da, hali bola chaqaga ham yedirsa bo'ladi, bozorga olib chiqsa ham biogumistiki desa hozir qimmatroq ham yuradi-da. Keyin bu silitralardan ham o'zi kuchli bular. Negizi azot dan kuchli. Kuchli effekt. Amafozdan ham bardig'i bor bunda. Buni o'sha so'jolon jeb chiqarganida bu. So'jolon jeb chiqargani. Lan 20 so'mdan dağı kemi olavu deb qiziqqanlar uchun bo'ladi. Endi kami bo'ladi, endi nima qilinadi? Bersangiz, ha? Bo'ladi. Buni apparatimiz bunday xizmat qiladi. Bu apparat mana shuni elab chiqara turgan apparat shu bo'ladi. Bir ishlatib ko'rsataylik, ha? Mayli. Bir ishlatib ko'rsataylik. Sizden boshqa dağı haligi shu sizin tajribangizni olam deganlar uchun ma'lumot beraverasizlar sekin, ha? Mana shu nomerlarni yozib qo'yamiz. O'sha 24 soat aytib nima qilinaveradi-da. Aytib sol dadil. Yo'q, soling shuni. Bu apparatni o'zingiz jasadingizmi? Yo'q, apparatni nimasi Jallovatdan Azamat taqsiri bor. Bu ham o'sha bizning sherigimiz bo'ladi. O'sha bola jasayt bundan. O'sha nima qilgan? O'sha Jallovatdan olib keldim. Zakaz qila turganlar bo'lsa, o'sha Azamat taqsir nomeri bor. Beramiz. İşte o'ta yaxshi ekan, ha? Bo'ldi, o'chirib qo'yamiz. O'chirib qo'yamiz. Rahmatli aka, sizden daha bir ma'lumotlar alaylik to'liqroq. Bu söl yılandı buga чейин qiziqib, sizden tajriba alıp dağı işlegenler var mı? Şu özleri үшін deb öndürüş jasaganlar var mı? Var. Bu Kırgızstanda bizni birinchi boshlaganlardan Rayhon Saliyeva bor. Qadamjoydan bizdan ham burun boshlagan, u ko'p yil bo'ldi. Keyin Abdulla Tashiyev bor o'shda. Keyin Mamazakir akalar bor. O'zi shogirdlar ham ko'p hozir. Hozir shogirdlar ham o'zi bir 50-60 ga yetib qoldi hozir. Bizdan olib, uyrenib qilayotganlar ham ko'payib qoldi hozir. Ошондо бул сөл жылан, анан биогimiz менен элге эң эле кызыктуусу, мисалы сизден сатып алат да көпчүлүгү сатып алат, тажрыйбаңызды алат. Анан эгер сыр болбосо айына канча миңден иштесе болот негизи кызыктуусу. Ушунчалык жасагандан кийин эң главный жери ошол жер да. Endi buni bundayda короче biznes qilib nima qilaman degan bo'lsa, nimaga qarab-da, объемga qarab, so'jolonni olib, o'shanga qarab. Bunday jarayonda mana narsalarning cho'ng kichkinasiga qarab. Misol, короче 10 esa misol 3000 tikkan bo'lsa, 3 oyda короче o'sha pul 30 ming bo'ladi-da. 3 oyda 30 ming bo'ladi. So'jolan ham ko'payadi, biogomus ham nima qilsa bo'ladi-da. Endi 30 ming tikkan bo'lsa 100 ming bo'ladi-da. O'shanda 300 ming bo'ladi-da. Rahmatli aka, men sizning telefon nomeringizni ekran betine joylashtirdim. Elder sizga baylanishga chiqsin. Ko'pincha mana shul hozirgi kunda
Кайсынын сезону көбүрөөк башталды? Сөл жыландынбы же биогумуздунбу? Hozir so'jolon olayotganlar, hozir boshlayman deganlar ko'p. Ko'p, ha? Hozir mana Gomsga zakaz bo'lyapti. Hozir mana erta yozgi odamlar zagotovka qilishyapti hozir. Shu teplitsalarga Teplitsaga keyin kulok solgani, daruz haliginaqa pomidori, bolgarskilarni kulok qilib nimaga solgani o'sha hozir mana unga ham zakaz bo'lyapti. Odamlar olishib jetmay qo'yapti bu odamlarga. Jetkira olmaysiz, ha? Yo'q, bitta men emas. O'zi Qirg'iziston bo'yicha qilganlar o'zi yetkazib aytadi-da. Bu azot silitrani ko'ryapsiz. Fura olib kelib sotishyapti. Qaysi jaqdan kelib ketadi? Mendan klientim o'zi mana shu To'moyindan klientim ko'p, keyin основной klientlar mana o'sha Qashqar qishlog'idan toshishyapti. O'sha degilar dehqon ekan, o'sha Biogomsda ko'p yildan beri ishlatishib, o'shalar yaxshi biladi ekan nimasini. Hozir o'zimizni nima To'moyinda ham klient ko'p. Ko'p. Mana nimaga Biogomsga. Oldin sotamiz deb nima qildik-da. Rahmatliga ошондо биогумуз emas, so'l жыланды мына ошо яшьтарга салып бересиз, да? Yashiklarga solib bu yashiklarni nima qilinadi? Biogomuz tayyor bo'lgan mana bioreaktorda mana unga go'ngni, jevagan go'ngni yashiklarga solib turib, o'shaning ustiga qo'yamiz-da. Qo'ysak, so'jolonlar bunga chiqib oladi. Mana bu yerda so'jolon qo'yadi mana nimada. Mana biogumuz jaqqa o'tgan yerda so'l жылан bo'lbosh kerak. Bo'lbosh kerak. Elashdan burun, mana apparatga tushishdan burun so'jolon qo'yadi-da. Mana yashiklarga svejiy go'ngdan juvib turib, ustiga terib chiqamiz, polniy nima qilib. O'shanda so'jolonlar mana yashikka chiqadi, go'ngga chiqadi. Bular o'zini qixini o'zi jebaydi qaytib. Svejiy go'ngga o'tadi. O'shaning uchun hozir menday bo'lib so'jolon qo'yadi-da. So'jolon qo'y. Sizden dagı толугураак маалымат алгысы келген, айрыкча жаштар болушу мүмкүн, толук маалыматтарды бересиз. Анан кийин самый главный эң эле кызыктуусу сизден көбүрөөк сатып алыш керек. Sotib olish kerak. Boshqasidan olib eptayilib aytganlar bo'lsa ham yurataveramiz. Yurataveramiz. Misol Bir kilo tajribаңыз ашып калды. Tajriba bor. Bizni sherigimiz bor, Jallovotda Azamat Taqsir bor. O'ta yaxshi biladi. U O'zbekistonlarga borib o'qib, Rustam bankda uylanib ham keldi-da. O'shalardan kitoblari bor. O'shalarga qarab, qanday qilsa qanday bo'lishlarigacha yurotib ham nima qilaveramiz. Hali boshlab olib turib, hali eptayilib aytganlar bor, boshqa birovlardan olib. O'shalarda ham yo'l yo'rig'ini ko'rsataveramiz ham. Жол жобосун көрсөтүп, толугураак маалыматтарын берип, жардамдашат экенсиз, да? Жардамдашабыз. Buni qilish kerak. Qirg'izistonda buni ko'paytirish kerak. Эми бул быйылкы сезонго мына ушул сөл жыландарыңыз жетеби? Бийилги, siz жетет, so'jolonlar жетет. Быйылкыга мындай жетпей калбайбы? Мындай түгөп калып, дагы башкадан жасаганга Жок, жетишпей сезон өтүп кетпейби? Yo'q, uni bitta so'jolon bir oyda короче 100 taga ko'payadi-da. 100 taga. Bir sözdan 100 ta bo'ladi. 100 ta bo'ladi-da. Bir oyda 100 ta bo'ladi-da. Bu tez ko'paytirgan narsa-da. O'zi shunday tez ko'payadi ekan, tez ishlaydi ekan, bu to'xtabay turgan narsa ekan. Go'ngni qaysi yerdan uzoqdan olib kelasiz? Ayildan olib kelamiz, eldan cho'g'iltib olib kelamiz. Cho'g'iltib kelasiz. Eldan cho'g'iltib olib kelamiz. Xudo xolasa, uni nima ham tayyor bo'lib qoldi, narigisi ham tayyor bo'lib qoldi. Men hozir endi porterini 1000 so'mgacha olyapman. 1000 so'mgacha olyapman. Atak ayildan endi go'ngim olib chiqib ket deganlarda bolam toshiydi-da. Bolam toshib, hali ko'pchilik haligi texnikasi yo'qdir, olib chiqib ket deganlarda hozir toshyapmiz. Endi nima qilsa porterini 3000 so'm, 4000 so'mdan olsang ham qoptaydi-da. Oqtaydi. Zakonniy oqtaydi. Bu o'ta nimada? Bir tonnasidan примерно 600 kilo, 700 kilo go'miz tushadi-da. Bu qoptaydi-da. Быйылкы сезондо канчаны пландатасыз эми? Канча биогумуз, канча тонна? Бийилги жылда биогумуз 100 tonnadan o'tadi. 100 tonnadan o'tadi. Uni yamamiz bor. Eni 4,5, uzuni 30, chuquri 1 metr. Shunday qilishlar shartmi o'zi negizi? Yo'q, shart emas ekan. Bunday qilish shart emas ekan. Shundaylar tegiz yerga ekchekasini liboy narsa bilan to'sib, to'spasa ham bo'laveradi ekanda. Endi biz peska blok bilan to'sganimiz haligi
to'q chachpasin deb, hali chiroyliroq tursin deb nima qilganmiz. Mana unday qilish shart emas ekan. Bunday qilib rasxod qilib, sement quyishni keragi yo'q. Shundaylar nima qilib ishlatsa bo'laveradi ekan so'jolanda. Buni qochib ketadi degan narsa yo'q ekanda. Tayyor bo'lib qoldi. Hozir mana u ham tayyor bo'lib qoldi. Mana o nari chekada ikkita tayyor bo'ldi. Mana u ham erta yozgacha tayyor bo'ladi. O'shanday qilib o'zi 200 tonnaga yetkazamiz degan plan bor edi. Endi 200 yilgi sezonda. Endi uni yedirsak balkim jeb qoladi. Hozir so'jolarimiz ko'p. Tashlasak ele jeb qo'yadi hozir. So'jlani bo'yicha shunda 1 kilogrammi 200 so'mdan. 200 so'mdan. 200 so'mdan. Satasan? Sotamiz. Buyog'imizning 1 kilogrammi 20 so'mdan. 20 so'm. Shunday. Hurmatli ko'rishlar, dehqonlar, bog'bonlar, biz jo'g'orda aytib o'tgan adres bo'yicha kelib, mana shu Rahmatli akaning uyine kelib, qo'rosina kelib, ishxonasina kelib, kengire so'jlanlarini ko'rib, bog'lashib olib ketaversangizlar bo'ladi ekan. So'jlandan 200 so'mdan kami bor bu da? Endi Süylöşüz ha? Süylöşüler ha, öte жақсы. Men sizlerge bir sıradagı көрсөтүп чыгайын кандай шарттар менен кылган. Эң эле жөнөкөй экен да, мына эки чекесин песка блок менен эле тосуп, а? Песка блок менен тосуп койсо болот. Обязательно аны яма кылыш ham шарт. Яма кылып биздин бошуда яма болуш керек экен, стежка болуш керек экен дегенбиз. Ундай кылбаса ham болот экен. Endi nima nomerni qo'yib qo'yding, nima to'liq ma'lumotni beraman. Bu yama shart emas ekan. Mana jo'naylar peska blok bilan ele ikki chekasini to'sib nima qilib qo'ysa bo'laveradi. Bu so'jolar qochib ketmaydi. Boshqa nimalarga chachishib ketmaydi ekan. Tүйшүгү кыскасы аз эле экен, а? Кылса болот. Кылдыңыз буга чейин. Кылды. Буну менат ham uncha ko'p emas ekanda. Buni liboy odam qilsa bo'lavera turgan narsa ekan. Foyda o'ta cho'ng. O'ta cho'ng. Endi aytib o'taman, men ham $400 so'jolon bilan boshlaganman. $400 ga so'jolon olib kelib boshlaganman. $400 dan bultur bulturlar o'sha nimaga yetkazib qo'ydik. 5-600 mingga yetkazib qo'ydik. So'jolonni o'zini sotib beradi. Bu kiresheli biznes ekan da bunlar. Bu o'ta kiresheli. Jo'nakoy, ha? Jo'nakoy ko'ringandan o'ta yaxshi. O'ta kiresheli. Ko'rdingizlar, Rahmatli akadan qo'ldan kelishincha sizlarga ma'lumotni olib berdim turganlar. Dagı biz so'ray alбай калган суроолор болгон болсо, сиздер сурап келип ушул жерге келип, жеринен көрүп, маалыматты алып тааныша бересиздер. Чындыгында Rahmatli aka, мен дагы кызыгып калдым. Мындай жөнөкөй жакшы тынч иш экен да. Тынч иш экен да. Bunaqa biznes, men liboy biznesni qilib ko'rganman da. Men shu yoshga yetgan barliq biznesni qilib ko'rdim. Buqa baqdingiz. Buqani ham baqdik, qo'yni ham baqdik, echkini ham baqdik, magazin ham endi aytib o'taman, nimaki biznes bo'lsa qilib ko'rdik. Hali bunaqa bu biznes yo'q. Mirovoyda bu neftdan keyin ikkinchi biznes bo'lsa kerak. Mirovoyda bunaqa Mirovoyda bu neftdan keyin ikkinchi biznes bo'lsa kerak. Mirovoy deyiladi. Bunaqa kireshali. Aytib o'taman, hozir 200 dan so'jolon sota turgan bo'lsam, bu yerda kamida o'sha million so'mlik so'jolon borda. Qanchaga bog'ladingiz shunda bordingizmi? Chamangizda. Chamaga aytib nima qilganda hozir bir 10 ga yaqinlashib qoladi. $10 kerak, ha? Millionga yaqinlashib. Ha, 10 million. Millionga yetib qoladi so'jolonlar. Hozir hammasida so'jolon bor-da. O'ta ko'p so'jolon bor. Bu yerda o tonna so'jolonlar bor-da. Shunday ikki tarafdan girisha olsa bo'ladi. O'shanda. So'jolonni da satasiz. Plus biyog'imizni da satasiz. Biyog'imiz ham sotiladi. O'ta yaxshi. Ma'lumotingiz uchun cho'ng rahmat sizga. Qiziqqanlar uchun telefon nomeri qoldirildi. Dagı biz berib qo'ygan so'rovlar bo'lsa, kengayib baylanishga chiqib sizdan ma'lumotni olib, shu biznesni qilsa bo'ladi ekan. Bo'ladi turgan narsa. Ko'pinchasi emi sizdan sotib olsa dagı, tinch ham sharti bo'lsa, sotib olib, kengayib foydalanib bizneslarga kartoshkaga to'g'richa. Kartoshkaga rosa aytadi, makkaga aytadi, bedaga aytadi, bog'larga, bardig'iga aytadi. Rosa aytadi, bardig'iga aytadi. Buni
katta joy ham kerak emas. Buni kichkinaroq mesta bilan ham qilsa ham bo'laveradi. Buni uyda ham misol yashik bilan ham böyle germanik stillarda ham qilsa bo'ladi. Komnatani ichida ham qilsa bo'ladi. Bolangiz ustini chashtadi. Ha. Temboy chashib turadi. O'shanda chashib turish kerak-da. Yo, bir kunda emas. Hozir bir 15 kunda bir seviladi hozir. 15 kunda bir seviladi. Qishda 15 kunda bir seviladi. Yozli kunida mana ko'lak joyda bo'lsa 3 kunda, 2 kunda bir sevilaveradi. Qishli kunida 15 kunda bir oyda bir sepsa ham bo'laveradi. Hozir o'zi nam yaxshi hozir kun nima. Ammo so'zlarimiz bo'lsa aytыңыз endi elga. Elga endi bundan ogilar, qig'lar, buni ishlatgilar. Bu o'ta yaxshi narsa ekan. Foydasi ham yaxshi ekan. O'zini bergindek foydasi ham, oqchasi ham yaxshi foyda ekanda. Bunday foyda hali Bu dag'i bir kichik biznes ekanda. biznes. Biznes. Menga investsiya o'ta Tinch, o'sha reklama hali shoshuv bo'lib ketilmaydi-da, hali falan 20 ta novvos baylab turib, 100 ta o'giz emas-da u. Lekin 100 ta o'giz baylagandan ko'ra bitta o'gizni puli bilan boshlagan bo'lsa, o'sha 100 ta o'gizni foydasini ko'radi. O'sha bitta o'gizni bilan boshlagan bo'lsa, bitta o'giz 100 ming bilan boshlagan bo'lsa, o'sha 100 ta o'giz baylagandan foydani yaxshi qiladi. Yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi. Anda sizlar kengri ma'lumotni olib o'tdik. Rahmatli aka. Shuni men jinsiy berayla. Bugungi chiqarishda 20 minut bo'yi men sizlarga Aravan rayonidagi To'moyn aylanko'tda joylashgan Sirt aylaniga kelib, Rahmatli akaning uyidagi kichik biznesi to'g'ri sizlarga ma'lumot berib o'tdik. Agar bizni chiqarish yoqqan bo'lsa, klass degan belgini bosasizlar, Rahmatli akaning telefon nomerini baylanishga chiqib, kengri So'ljilandan, ondan so'ng biyog'imizdan olib ketsangizlar bo'ladi tuganlar. Shuni menen so'nguna chiqdi. Keyingi chiqarishlarda sen ko'rishguncha omon turingizlar.